Assalomu alaykum azizlar. DTM 2024 tushgan. Mana bu misolning yechimini ko'ramiz. Demak, buni shartda aytilishi bo'yicha fx funksiyaga, ya'ni parabolaga 1,5 nuqtasiga o'tkazilgan urinmaning tenglamasi y teng x plus l bo'lsa, a minus b taqsim l hisoblansin deydi. Birinchidan, xo'sh, endi hozir bu a b la bilmaymiz, demak shuning uchun taxminan chizib olamiz. Demak, taxminan mana bu ko'rinishda bo'lgan. Demak, qandaydir 1,5 nuqtasiga bitta urinma o'tkazilgan. Mana shu urinmaning tenglamasi y teng 7x plus l bo'lyapti. Xo'sh, bizda eng birinchi qiladigan ishimiz, bilamizki, egri chiziqning qaysidir nuqtasiga urinma o'tkazilsa, o'sha egri chiziqdan hosila olib, urinish nuqtasining x absissasi qo'yilsa, bizda k, ya'ni mana bu to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti chiqadi. U hozir bizda 7 ga teng. Va urinish nuqtasi ham bor. Absissasi 1. Demak, hosil oladigan bo'lsak 2ax plus b bo'ladi. Mana shu x to'rning urinish nuqtasining absissasi 1 ni qo'yadigan bo'lsak, to'g'ri chiziqning k'si chiqadi. Mana bu narsa. Bu hozir bilasizlar 7 ga teng. Demak, 2a ko'paytiruv 1 plus b bu 7. Bu bizga kerak bo'ladi. Keyingi masala. Xo'sh, mana shu nuqtadan o'tib ketyapti-yu, parabolamiz. Ya'ni x 1, y 5 bo'lgan nuqtada. Demak, x lar joyiga 1 qo'ysak, fximiz 5 ga teng bo'lib qolishi kerak. Ya'ni a ko'paytiruv 1 ning kvadrati 1 plus b ko'paytiruv 1 plus 1 teng bo'lishi kerak 5 ga. Ikkalasini sistema qilib a bilan b ni topib olishimiz mumkin osongina. Demak, bu a plus b 1 nari, mana bu 1 nari tomon minus bo'lsa, 5 dan 1 ayriladi, 4 qoladi. Va mana bu 2a plus b teng 7. Endi sistema qilamiz va pastdan tepani ayirib yuborsak, b lar qisqarib ketadi. Ikkitadan bitta a ketadigan bo'lsa, a qoladi. 4 dan 7 ketadigan bo'lsa, 3 qoladi. Demak, a ni topdik. A 3 ga teng ekan. Endi mana bu a ni o'rniga yo bu a ni o'rniga qo'yib, b ni topib olishimiz mumkin. Birinchisini o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 3 plus b teng 4 ga. Bundan kelib chiqadiki, b teng 3 minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, 1 ga 4 dan 3 taraf tashladi. Demak, b imiz 1 ekan. Xo'sh, b ni ham topdik. Bitta ishimiz L qoldi. L ni topsak bo'ldi, nisbat topiladi. Endi mana shu 1,5 nuqtadan to'g'ri chizig'imiz ham o'tyapti-yu. Bu degani to'g'ri chiziqda ham x 1 bo'lsa, y ga 5 bo'ladi degan. Demak, x ga 1 qo'ysak, y gimiz 5 chiqishi kerak. 5 teng 7 ko'paytiruv 1 plus L. 7 kare 1 7. Bu tomonga minus bo'lib o'tadi. 5 dan 7 ni ayiramiz. L teng minus 2 chiqadi. L ham topildi. Endi nisbatni hisoblab qo'yishimiz mumkin. A ni o'rniga demak 3 qo'yamiz. Minus b ni o'rniga 1 qo'yamiz, l ni o'rniga minus 2 qo'yamiz. 3 dan 1 ni ayiramiz, demak 2 taqsim minus 2. Javob minus 1. Demak, nisbat minus 1 ga teng. Mana qilgan birinchi ishimiz, egri chiziqdan hosil oldik, urinish nuqtasining absissasi 1 ni qo'ydik. K chiqishi kerak. O'sha k ni berib qo'ygan, chunki to'g'ri chiziq tenglamasi bor-da bizda. 7x plus l. 7 ga teng k. Demak, hosil oldik 2x plus 1 bo'ldi. X o'rniga 1 qo'ydik, 7 ga tengladi. Keyin mana bu 1,5 nuqtadan o'tib ketyapti-yu, parabolamiz. X lar joyiga 1 qo'ysak, fximiz 5 bo'lishi kerak. Mana a plus b 1 nari tomonga o'tdi, ya'ni 4 bo'lib qoldi. Keyin mana buni olib kelib sistema qildik-da, a ni topdik. A ni o'rniga qo'yib b ni topdik. Keyin shu nuqtadan to'g'ri chizig'imiz ham o'tib ketgan-ku. Shuning uchun x ga 1 qo'ysak, y gimiz 5 chiqishi kerak. O'rnidan l ni topdik. -2 keyin joy-joy qo'yib nisbatni topib oldik.